Bitta narsa bor, hayotda payg'ambarimizga ilk bor vahiy tushganda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga vahiydan so'z kelgan, iqra degan, o'qi. Qarang, oddiy bitta so'z. Bunga necha asr bo'ldi. Keyin vaqtlar o'tib borgandan keyin ahamiyat bersangiz kitobda gap ko'paygan. Sababi kitob o'qigan odamdan birinchidan yomonlik chiqmaydi. Kitob o'qigan odam o'zini oilasini tarixini, shajarasini biladi. O'zini yurtini tarixini biladi. Xalqini, vatanini, o'tmishini biladi. Chunki kitob bu nima deydi, ma'rifat, ma'naviyat o'chog'i. Bu kitob shunday bir ulug' narsaki, buni o'qiganing sarinchi qanaqadir o'zing dunyoda bilmagan, eshitmagan, ko'rmagan juda ko'p tarixiy voqealarni o'zing beixtiyor ishtirokchisiga aylanib ruhiyating dam oladi. Mana ilgari men tushunmasdim, nima uchun odamlar baletga tushadi, operaga tushadi deb. Ruhiyati dam olar ekan. Shuning uchun ham kitob o'qiganda inson hamma narsani unutadi. Bu kitobning naqadar kuchi, balandligini ko'rib turib, mana bugun Samarqand viloyatining markaz Samarqand shahrida yosh kitobxonlar festivali bo'lib turibdi. Men yosh kitobxonlarga nima deyman? Faqat iloyim shu o'qiyotgan kitoblarini hayotga tatbiq qilsin. Qaysi ma'noda? Qizlar bo'lsa, iboli bo'lsin, hayoli bo'lsin, olim bo'lsin, olima bo'lsin, hokim bo'lsin, hokima bo'lsin. Maqsad shu, yurtga xizmat qilish, ezgulikka xizmat qilish, ma'naviyatga xizmat qilish. O'shanda men o'ylayman, bu bolalar haqiqiy shu o'zini yurtini farzand ekanligini oqlay oladi. Faqat ularga omad, baxt tilayman. Xudoim kelajakda juda ko'p Zulfiya mukofotlari chiqsin. Samarqand chunki bu nafaqat dunyoni juda ko'p millatlariga havas keltiradigan bir so'z. Tarixiy, o'zining tarixi o'tmishi boy bo'lgani uchun ham dunyodan butun mehmonlar oqib keladi. Chunki bu yurt jannat makon. Ayniqsa Samarqand diyorida buyuk sohibqiron Amir Temur. Qarang, bu juda ulug' biz sarkardamiz. Mana shu yerda turib 28 mamlakatni o'z vaqtida boshqarib, dunyoga bilimni, ilmni, hunarni, odamiylikni targ'ibot qilib tarqatgan mana shu ulug' insonlarni. Bu Zahiriddin Muhammad Bobur, Hazrat Navoiylar, Ibn Sinolar, aytib o'tsak bularda odog'i yo'q. Shunday yurtga biz halol inson bo'lib, o'zimizning mehnatimiz bilan, bilimimiz bilan shu yurtga xizmat qilishimiz kerak. Bolalarga omad. Rahmat sizga.